Odamlar umuman nulivoy показатель bilan ham o'zi farzand ko'rganlar bor. Alloh beraman desa shunaqa mo'jizalarni yaratadiki, mana yaqindagina bitta zo'r onkolog shifokorni intervyusini eshitdim, Aleksey Sitnikovga bergan intervyusini. O'zi shu onkolog vrach bo'la turib, o'zini mana bu patsientkasini, ya'ni o'sha davolayotgan qizni sevib qolganda, o'zi tushunyapsiz, o'zi onkolog vrach onkologiyadan kasal bo'lgan qizni sevib qoladi. Uylanaman shunga deb uylanadi shu qizga. Uylanganidan keyin hamma vrachlar ham o'zi ham onkolog sifatida tushunib turibdi, bu tug'a olmaydi. Ya'ni hech qanaqasiga bunda tug'ish yo'q. Ya'ni yo'q, o'sha o'chirilganda sistema. Aytadiki, shunaqa deydi, mo'jiza sodir bo'ldiki deydi, ayolim o'zi homilador bo'ldi, deyapti. Biz hech qanaqa harakat qilmasdan. Nima bo'ldi deydi, homilador bo'lish jarayonida deydi, butun o'sha kasallik, ya'ni onkologiya, biz uni doimiy nazoratda ushlab turadigan holat deydi, orqaga qarab ketdi, deyapti-da. Ya'ni orqaga nulivoy darajagacha tushib ketdi. Uni organizmi shu qadar hozir yangilanganki, deyapti, unda kasallikning biror bir alomati ham, biror bir kletkasi, tochkasigacha qolmagan, deyapti-da. Farzand, ya'ni homilador bo'lib, shu qadar deydi yangilanib, butun kasallikdan iman, deyapti, onkolog sifatida haligacha mana shu bo'lib o'tgan narsaga haligacha javob topa olmayapman. Yo'q bunga javob. Shuncha kitob titkiladim. Eng yaxshi onkologlar bilan Garvardni bitirgan bo'ladi. Eng yaxshi onkologlar bilan gaplashdim. Qanday holatda shunday bo'ladi? Nima uchun meni ayolimda shunday sodir bo'ldi deganida hech kim javob bera olmayapti, deyapti-da. Mana sizga Allohning mo'jizasi. Alloh beraman desa, u juda katta mo'jizalar qiladi. Shuning uchun hech qachon bitta inson sizni taqdiringizni belgilab qo'yishiga ruxsat bermang.